3ta kerakli ma'lumotkaligi bor, titanligi bor, tillaligi bor. Assalomu alaykum bizani kuzatuvchilar hamda bo'lajak mijozlarimiz. Sizlar uchun bugun muhim top 3ta kerakli ma'lumotni berib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Birinchisi, chinni tanlashga ikkilanib qolishadi. Biza beradigan savollarimizni iloji boricha puli nech pul atrofida bo'lsin deymiz. Keyin hamma o'zini sharoitidan kelib chiqqan holda chinnilar bor, kraskaligi bor, titanligi bor, tillaligi bor, bo'rtgan tillaliklari bor. Turiga qarab turib summasi ham o'zgaraveradi. Lekin arzoni sifatsiz degan emas. Sifatli mahsulotlarni ham arzon narxga olsa bo'ladi. Endi to'g'ri turiga qarab o'zgarib ketaveradi ular. Ikkinchi ma'lumotimiz chinni haqida. Kraska bor, titan bor, tilla bor. Tillani ham turiga qarab 5%, 7%, 12% bu yog'i summasiga qarab turib o'siradi. Asosiy narsa maslahat beramiz, iloji boricha kraska emas, tilla olganinglar yaxshi. Nima deganda baribir tillani sifati o'zgarmaydi. Ayniqsa qo'lga olganinglarda ham, ishlatganinglarda ham ancha vaqtgacha xizmat qilib beradi. Stolinglarda chiroyli turadi, ranglari o'zgarmaydi, chinnisini turi o'zgarmaydi. Endi kraskaliklari sifatida ancha farq bo'ladi baribir. Yonma-yon solishtirganinglarda ham mana o'zi ko'rinadi. Asosiy mijozlarimizga tavsiya qiladiganlarimiz tillaliklari. Kraskadan ko'ra. Endi to'g'ri, masalan, kraskaliklari ham hammasi ham yomon degan emas. Titan bor. Ko'pchilik buni tilla bo'rtib chiqqan deb mijozlarga sotyapti, lekin bu noto'g'ri. Titan bilan tillani farqi bor. Bu titan hisoblanadi. O'shani ajratib olganinglar ma'qul. Sifatiga qarab ketaveradi. Uchinchi ma'lumotimiz, bagemalarni ham sifatiga qarab ketaveradi. Eski modellari bor, italyanskiy modellari bor, turkiya modellari bor. Turkiya modellari ham guliga qarab yangi fasollilari bor, high-teklar bo'ladi, har xil chiqqan. Italyanskiy fasollarni boltliklari bo'ladi, tepasi tillaliklari bo'ladi. Oyog'i tunkaliklari bo'ladi. Oyog'i tunkaliklarda endi rangi o'zgarishi mumkin. Keyin oyog'i kileylanganlari bo'ladi. Oyog'i kileylanganlari bo'ladi. Ko'pchilik aytadiki, oyoq ko'chib ketishi mumkinmi deydi. Endi to'g'ri ko'chmasa ham har holda saqal noyob, nobobroq bo'ladi. O'shanga asosiy maslahatlarimiz boltli modellarni olganinglar ma'qul. Boltli modellarimiz ancha kачествосida tepasida bolti bo'ladi. U ko'chib ketdi deb hech xavotir olmasdan bemalol ishlataverasizlar. Top 3-chi maslahatlarimiz, ko'pincha opa-singillarimiz to'ydan oldinroq 1 yil, yarim yil oldin pasudan olib qo'ymoqchi bo'ladi, lekin biz uni maslahat bermaymiz. O'sha to'y kuniga yaqinroq kelganda olganligi yaxshi. Nima deganda hozirgi paytda chinnilar ham tez o'zgaryapti. Uyi remontlari har xil bo'lyapti. Masalan, to'ydan oldin kuyov tomon o'zi remont qiladi-da, aboyi foniga yoki uyi qanaqadir foniga qarab turib pasuda olsanglar yaxshiroq bo'ladi. Oldinlari olib qo'yishardi-da, o'sha narsani qilib olardi. To'g'ri, o'sha paytda chinnini turlari kamroq bo'lardi. Hozirgi paytda yildan yilga, oydan oyga har xil fasolliklari, har xil modelliklari chiqib yotibdi-da. O'shani hisobiga iloji boricha to'y kuni yaqinroq qolganda, plyus bo'lganda shartda kelib olib qo'yganinglar ma'qulroq. Avvalambor birinchi kelganda bagema tanlab olsanglar, uyi foniga qarab turib, keyin bagema bu yog'i ketdi, shunga moslab turib biz pasuda qilib beramiz. Qolgan narsalar aksessuar kirib ketadi. Aksessuarlarga qoshiq, vilka, patnis, termos, pechonitsalar bor, bu yoqda qo'yadigan, xo'lmeva qo'yib kesadiganlari bor. Stolinglarni chiroyli bezab beradi. Shu 3ta maslahatga amal qilsangiz hamyonbop, sifatli hamda uyingizni foniga tushadigan chiroyli pasuda olishingiz mumkin. To'g'ri, chinnini bitta tema bilan yakunlash qiyinroq. Keyingi ko'rsatuvlarimizda sizlarga chinnini sifatini qanaqa qilib ajratish to'g'risida qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berib o'tib ketamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, eski Chinni bozor 17-qator 19-do'konga tashrif buyurasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.